Kitobxon qizlar millat g'ururi. Har bir kitob yangi dunyo, har bir sahifa yangi saboq. Har bir kitobxon qiz nurli kelajak poydevori. Kitobxon qiz bilim va ma'naviyat timsoli. U o'qigan sayin ulg'ayadi, o'ylagan sayin yetuk bo'ladi. Kitob uning eng yaqin do'sti, sirdoshi va ustozidir. Bugungi kunda mamlakatimizda kitobxonlik madaniyatiga katta e'tibor qaratilmoqda. Kitobxon qizlar harakati yoshlarni o'qishga bo'lgan mehrini oshirmoqda. Chunki kitob o'qigan qiz ziyoli ayol, mehribon ona va oqila inson bo'lib yetishadi. Kitobxon qizlar millat kelajagi, jamiyat ma'naviy kuchidir. Ular so'z bilan, bilim bilan, ezgulik bilan yurtga xizmat qiladilar. Kitob o'qigan qiz nur sochgan yulduz. Ko'zlarida nur, qo'lida kitob. Har bir satr unga yangi bir hisob. So'zlar olamida kezadi pinhon, bilimga oshiqda kitobxon bir jon. Kitobxon qiz nur sochgan quyosh. Ziyo taratar yurakda shodlik, kelajagimizga tayanar el ham. Kitobxon qiz vatanning ilhom. Keling, kitobni sevaylik, o'qishni odat qilaylik.